Bizni vodiyda bilsangiz erkaklar alohida, ayollar alohida ovqatlanardi yaqingacha ham. Hozir endi bilmayman. Chunki men shunaqa otalarni ko'rganman, qizini yuziga qarab olmasdi. Qizim yaxshimisiz, tuzuymisiz deb sizlaydi, o'zini qizi. Hozir ko'ryapmiz kinolarda ham, kliplarda ham qizi bilan valsga tushadimi? Qasanganda endi mana qizi bilan bir u qiz saniki emas u. U birovniki. Voy, uni hadib aytidan ushlab, o'zimni qizim ekan deb aytidan ushlab. Men daqa odam akasidan rashk qilaman. Endi u qiz mani ona qizim, sizni ona qizingiz ham bizniki emas-da. Uni egasi bor. Sidqidildan shuni egasi bor deb tayyorlaylik, uni zo'r egasi bor. O'shuning uchun qizimizga biz hadib haligi momo qizim, men buni taqib olay, momo qizim deb uni hadib yaqinlashavermayman men qizimga.